Assalomu alaykum aziz va qadrli tomoshabchilar. O'shandayki bilamiz, hozir biz Washington DC'gamiz, Washington DC'ning markazigamiz va kongressni qarshisida turganmiz hozir. O'shandayki ko'ramiz, bu yerga ham ba'zi vatandoshlarimiz o'sha Washington DC'ning yaqinlarida yashab turgandilar, Virginiyaga va shunga o'xshagan boshqa eyalatlarga va boshqa shaharlarga hatto yashab turgandilar. Bulardan so'raymizki, qanaqadir hayot Washington DC'ga va hozirchalik qanday bir fazoda bu yerga nima ko'rinib turgan bu yerga Washington DC'ga hozirchalik yana o'sha bezi va masruf shaharlardan birisi bo'ladi. Birinchidan o'zida yaxshiroq vatandoshlar bilan tanishtirsangiz va O'zbek Video TV orqali va qancha vaqt bo'ladi hozir Amerikada yashaysiz, hozir Amerikaning qaysi shaharida yashaysiz, bo'ladi biroz ma'lumot bersangiz. Sog' bo'ling, rahmat. Mening ismim Hidoyat Suhayl. Afg'onistonning Shibirg'on shahridan bo'laman. Amerikaga 5 yil bo'ladi yashayman. Virginiyada yashayman men. Virginiya Washington DC yaqin, ikkita yaqin shaharlardan biri. Ya'ni Virginia State, Alexandria shahriga yashayman men. Alexandria, Arlington, Washington DC'ga yaqin shaharlardan Virginiyani. Ko'p yaxshi hayot, biroz qimmatli bor, ammo ish ham ko'p, masrufiyat ko'p, fursatlar bor. Turistik bir shahar, siyosiy bir shahar. Shunday ko'rasiz, biz shu hozir kongressda damigamiz, ya'ni markazi nima deya olamiz, ya'ni dunyoga o'tib kelayotgan narsa ishlar bo'lsa, shu yerdan tasmin olinadi. Ya'ni bu yerdan nimasi quriladi. Endi sizcha ko'toq bir shaklga aytsangiz, Washington DC deganga nima aqlingizga keladi? Nima deb ta'rif qila olasiz? Washington DC'ning eng kuchli, dunyoning eng kuchli poytaxti deb ta'rif qilsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham o'shandayki hammamizga ma'lum, Washington DC dunyoning har yeriga, har mamlakatiga o'sha chehrasi, o'sha oq safid bo'lgan rangi bilan juda mashhur bir binolardan, tarixiy binolardan hisoblanadi. Nafaqat Kongress binosi va White House tomonga Oq saroyi shunga o'xshash. Umuman bu yerga o'sha tarixiy binolar va umuman o'sha davlatga tegishli rasmiy idoralar, muzeumlar hammasi mana shu shaharga bo'linadi, topiladi va umuman turistlar ham mana shu shaharga kelib murojaat qiladilar va sayohat qiladilar. Endi sizcha qanaqadir vatandoshlarimiz bu yerga bordi keldi bormi? Sizlar oralaringizga qanaqa bunday bir uyushma bormi? Hayot qanday edi? Hayot. Xo'p, biz o'zingiz bilasiz, Amerikaga biroz hayot ko'proq masrufiyat bilan o'tadi. Ya'ni masruf insonlar ish bilan va kuch bilan mana shundoq o'tkazadilar. Ammo bor, Virginiya Amerikaga ikkinchi eyalatlardan biri deya olamizki, eng ko'p afg'onlar yashaydigan eyalatlardan biri. Birinchisi Kaliforniya bo'lsa, ikkinchisi Virginiya yaqinroq bo'ladi endi nimaga? Endi North Virginiya, Shimoliy Virginiya Washington DC'ga yaqin bir shaharlari, masalan Arlington, Alexandria, shu mantikalarga afg'onlar ham ko'p yashaydi. Bu yerga afg'onlarning bizneslari bor, o'zlarining tijoratlari bor, marketlar bor. Har narsa istarsangiz, shu Afg'onistonga topilgan narsalar topiladi. Va ishni ham ko'proq Washington DC'ga bo'lgani uchun afg'onlar Virginiya, shu Alexandria, Arlingtonda yashaydilar-ki, bu yerga kelib ishlaydilar, bu yerga yashaydilar, biroz arzonroq bo'lsin. O'shandayki sizdan geçmişsiz, backgroundingiz ko'proq media ishlari bilan bo'lgan, yillardir faoliyat qilgansiz. Qanaqadir hozirgi sharoitda o'zbek mediasini qanday ko'rasiz? O'zbek mediachilarini sharoiti qanday edi nazaricha? Nima deb tushunasiz? Ya'ni rahmat, ya'ni biz hamma ishlayotganlardan rahmat deymiz. Birinchidan, chunki zahmat tortadilar, barnoma tuzatadilar. Internetdan ta'qib qilamiz barnomalarni, onlayn barnomalarni. Ko'p yaxshi. Ya'ni umid qilaman oyinda kelajakka ham yaxshi bo'lsin inshaalloh barnomalar. Te'dodlar ko'payib ketsin. Ya'ni ko'proq vatandoshlarimiz subscribe qilsinlar, ta'qib qilsinlar, barnomalarni ko'rsinlar. Tashakkur sizlardanki zahmat tortasizlar. Tashakkur. Sog' bo'ling. Baxayr bo'ling, sog' bo'ling. Xudo hafiz. Xudo hafiz.